jonim sog' bo'lsin aka. Shunchalik ko'rayotgan. Ya gap so'z yo'q. Ertaga aksiyaga mana shunaqa yog'sizroq olaman-da. Bo'ladimi? Ketdi-ku. 110 ming so'm yog'ini tashlab berasan. Bo'ldi aka, sizga tashlab beraman. Nargi mollaringni chiroyli qilib beraman, mayli? Bo'ldi aka, xudo xolasa. O'zingiz chaqiraveraman. Bu qani zo'ridan zo'ri, chempioni. O'zimiz ukalarni yog'siz qilib berdi, jumaga hissamiz qo'shilsin deb. Rozimisan ukam? Alloh rozi Alloh bo'lsin. rozi bo'lsin, sog' bo'l. Bugun yo bulardan yo nargi buqalardan farqi yo'q. Hammasi bir xil sifati, bir xil zo'ridan zo'ri. Bu 2 kilodan paketdan qilib berishimiz kerak, 520 kilo. 110 mingdan qilib beryapman o'shani. Barakasini bersin. Xudo xolasa zo'ri. Rozi bo'lsangiz bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Aka, Alloh rozi bo'lsin. Barakasini bersin, xo'p. Aka, faqat jantayda so'yamiz. Farqi yo'q, qatta so'ysang so'yar. 110 mingdan Greenfood buqani kachogi yog'siz, yog'ini ziboyga o'tkazib, go'shini o'zini 110 mingdan qilib beravergan aka. Bizani ham jumaga hissamiz qo'shilsin deb, mana Alloh barakasini bersin. Sog' bo'l uka. Xo'p, salomat bo'l. Bizda yengil baraka bo'ladi, zo'ridan zo'ri bo'ladi, xudo xolasa. Ertaga kelaveringlar. Mesni buqani go'shi 110 ming, qo'chqori go'shi 130 ming, toy go'shi 100 ming so'm. Salomat bo'linglar, hamma sizlar uchun.